ovqat tayyorlaning. Shunaqa bo'larmidi? Aha, Ajoyib. boshladik. Bo'ladimi? Bator. Ha, xuddi kinodagidek. Mayli, xo'sh. Men ismim Ralf. Men Quyonman. Ko'rib turganingizdek. Bilasizmi, o'ng ko'zim umuman ko'rmaydi va mana bu quloq esa eshitmaydi. Mana bu ovozdan boshqa. G'alati, shunaqa emasmi? Ha. Yunglarimni olib tashlashgan, badanimda esa ximichiski kuygan joylari bor. Biroz yoqimsiz. Lekin nolimayman. Chinakam og'riq qachonki qimirlasam yokida chuqur nafas olganni sezaman. Mana hozirgidek. Men tajriba quyonchasiman. Men otam ham, onam ham, singlim ham, bolalarim ham, xullas, hammasi tajriba quyonchasi bo'lishgan. Ular hammasi o'lib ketishgan. Meni ham qismatim shu. Biz shu uchun dunyoga kelganmiz. Quyonlar uchun bu sharafli ish. Ha. Ha-ya. Ishim boshlandi. Juda ham qo'rqinchli, ha? Lekin men shunchaki ishimni qilyapman. Qo'y, Ralf. Qayerdan bityapsan guruhga? Ha, ularmi? Ketimdan yurishibdi va qanaqadir hujjatli film olishmoqchi. Ulardan iltimos qil, bizni qutqarsin. Qutqarsin, bu yerni olib ketsin. Qutqarsin. Men qo'rqyapman. Men sizlarni eshitdim. Okey. Menga qarang. Bu joyni kesib tashlab bo'ladi-ku, ha? Boshlandi. Nima demoqchi edim? Sizlarga murojaatim hayvonlarga... Bu yoqqa qarasangiz. Noto'g'ri turib olasiz. Ha, uzr. Men to'g'ri turdimmi? Ha, bo'ladi. Xullas, nima demoqchi edim? Sizlarga murojaatim hayvonlarga tajriba qilib ishlab chiqaradigan kosmetika, ko'zdagi suriladigan shampunlar, quyoshga qarshi kremlar, umuman barchasi vannangizda turgan hamma kremlar, kosmetikalar. Sizlar bo'lmaganingizda men ochig'i ishsiz qolgan bo'lardim. Qayerdadir o'rmonda. Oddiy quyondek. Hammasi zo'r. Sizning chiroyingiz uchun hayvonlar ozor chekishi yoki qurbon bo'lishini bilarmidingiz?